Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday kunlar yaxshimi? Hozirgi vaqtlar xayrli bo'lsin. Bugungi qanday kelganlarni qizg'in qarshi olmay. Bugun yana shu odatdagidek haftada bir qitim shu hisobotimni ochdim. O'zgarishlarni sizlarga ko'rsatib qo'yay deb. Bu yerda naqd pulim yana $70,000, xarjlagan pulim $30,000dan oshdi. Hozirgi tafovutim shu qurilmamning ichidagi o'zgarish bo'lsa $600 kirim qilibdimi, lekin mening butun tafovutim bo'lsa 100 mingdan boshlagan, hozir $101,457 bo'pti. Demak, shu hisobotni boshlaganim bir 2 haftadan oshdim, 3 hafta bo'lib qoldi. 3 haftaning ichida $1,450 deb tafovut qilibdim. Menimcha bu hayron qolarlik, shunchalik yaxshi. Men azaldan bundaq qurilmam, bundaq yaxshi boshlanib baxman. Azaldan boshlangan vaqtida bundaq tafovutni qilmay bir oygacha anadagi asosda tafovut qilgan ish bo'ldi. Lekin hozir 1-2% emas. Masalan, men aran $30,000 xarjladim. $30,000dan $1,400 tafovut qilgan bo'lsam, hozir 5% yaqin, $1,500 bo'lsa 5% bo'ldi. 5% ga yaqin tafovut qilib bo'ptim. 4%dan oshiq. Nihoyat yaxshi. 2-3 haftaning ichida o'ylab baqiring. Agar 1 yil bo'lsa 60-70% bo'ldi bu. O'zgarishlarni ko'rsatib qo'yay. Masalan, shu jiq o'zgarish yo'q. Men odatda sizlarni o'qisizlar, jiq o'zgarish qilmayman. Hamda hozir yangidan boshlagan bo'lganligidan shu yana ba'zan o'zgarishlar bor. Telodoklar, olma bular hammasi joyida. Men balkim bugunning ichida shu hozir bozor etik, bugun ichilib qolsa balkim olmani setitman, men sizlarga oldin qildim degan. Olma shunday yaxshi shirkat, lekin hozir olma bilan shu Xitoyning o'rtasidagi azroq biz Uyg'urlarni zo'rlangan emgak chiqargan ba'zan ishlari chiqib qolg'ashqa, balkim men sizlarga degandim, buni sizlarga ham ishkingiz tavsiya qilmayman. Ham shu yog'an pulga hamda mana sizlarga mashq qilib ko'rsatyapman. Alloh xolsa keyin shu rost pul bilan sizlarga ko'rsatib qilib berman. Muştanda setitime degandim. Shu yog'an pul bo'lsa, setitib buning o'rniga oldigan boshqa yaxshi shirkatlar jiq amaliyotda. Men burun shu Google olgan, Google'ning Xitoy bilan chatga chiqib, o'zimniki shaxsiy hisobotimga ishlarni deb beryapman-da. Google'ni setitib Amazon oldim. Amazonmi unchalar biz uchun unchalar yaxshi bo'lmaganligi uchun Amazonni setitib o'rniga olmani olgan. Hozir u hisobotimda olmani setvatdim. Ondan keyin Facebook'ni oldim. Facebook'mu hamda u bu chatoqlari bor deb qaralyotdi. Lekin agar rasmiy o'sha Xitoy bilan azroq xabarlari bakrak chiqib qolsa, Facebook'ni setitib, uni o'rniga yaxshi olgan boshqa shirkatlar bor. Shunaqa bu olmani balkim bugun ichida setitishim mumkin. Kelayotgan balkim ko'ramaysizlar. Buni oldi o'rniga boshqa shirkatlarni qarayapman hozirmi. Facebook'ni olay desam, hozir Facebook sal qimmat. Lekin Facebook'mi cho'ng chiqadi. Odatda balkim agar cho'ngroq tushib ketib qolsa, Facebook'ni elish mumkin. Lekin shunday yaxshi o'rlapadi. 6% o'rlapadi. Eng yaxshi o'rligini Zillow sizlarga yaxshi tunishtirgan bo'yliqi uy mulkniki shirkati 10% o'rildi. Shunda odamlar hayron qoldik. Buni uzun saqlasanglar bo'ldi. Agar menga agishib meni kopiya qilib olgan bo'lsanglar, balkim mishada bir yerimni setitib boshqa shirkat olsanglar bo'ldi. O'zinglarning ixtiyori, lekin uzun yil saqlasanglar bo'ldi. Men hamda buni cheqilmayman, davomli saqlayman. Balkim ham yaqinda tushib ketishi mumkin azroq. Lekin uzun yilga shunday yaxshi shirkat. PayPal'mi shunday yaxshi o'rlapadi. Ta'lim yaxshimi ish qilib PayPal'mi 10% o'rildi. Shu olgan yoqi. PayPal'mi shunday yaxshi shirkat, shu 2-3 yildan yoq shunday yaxshi menyapti. Bo'lsa, buningmi PayPal'ni hozir setitib, o'rniga Square'ni olsanglar bo'ldi. Ya bo'lmasa boshqa Visaning yaxshi xabari bor. Hozir Visa'ni olsanglar shunday yaxshi
men balkim Visa ilib qilishim mumkin. Ya bo'lmasa Mastercard. Mastercard azaldan Visadan yaxshi, Visadanmi yaxshi. Lekin mush yaqinda Visaning sal yaxshi xabarlari bor. Andan keyin buningda shu Tajushaf, andan keyin Palantir, Unity degan shu yangi shirkatlar hammasi bularniki ham demaslarga degan cho'ng xatir bor, lekin kelgusi shunchalik yaxshi shirkatlar. Shunda bo'lg'achqa bular yangi taraqqiy qilayotgan vaqtida shunda pul xarjlaydi bular. Qarz ilib turib o'zini taraqqiy qilayotgan shirkat bo'lganligi uchun tafovati jiq emas. Shuning uchib ketishimi normal. Hozir bular bu shu uchtisi demakda bir oz deganda 40% tushdi. Degandek. Qolgan shirkatlar ham yaxshi, Shopify ham yaxshi o'rildi. Andan keyin yaqinda qo'shqinim, balkim necha kun oldida mush Corsair Gamingni oldim. Andan keyin Dropbox oldim. Dropbox degan bir yillik nima shirkat. Bulut deymizmi, cloud. Ma olmaniki clouds bor, andan keyin Google'niki Google Drive deb ma clouds bor. Masalan biz odatda qattiq detallarga bir narsalarimizni saqlab qo'yamiz-ku, ma'u hamda qanday deymiz, havoliq. Siz har qanday vaqtida har qanday pul to'laysiz hamda saqlab qo'ya olasiz har qanday narsalaringizni to'shib ketgan bo'lsa, masalan, olmaniki Apple Cloudga siz narsalarni saqlab qo'ysangiz, kompyuterdan uningni tushamay, shu clouddan, shu bulut deymiz, bulut namdoq ya havo debmi, abay. Bulutdan udul tushira olasiz telefoningizga, demak, to'g'ridan saqlab qo'ygan narsalarda, andan keyin buning sig'imiga qarab pul oldi. Qancha cho'ng sig'im olsangiz, shuncha pul to'laysiz. Google Drive, Apple Cloud'larniki nihoyat qimmat, ma Dropbox'niki yangidan chiqqan bo'lg'achqa nihoyat arzon. Bu nima yangidan yaxshi taraqqiy qilayotgan shirkat, lekin kelgusidan boshqa shirkatlar setib olamdi. Ashta xiyalarim bor-ku. Unda bo'lib qolsa, texim yaxshi xabar bo'ldi. Shuningga Dropbox men olib qo'ydim. Qolgan cho'ng o'zgarish yo'q. Walgreen'da azroq qo'shdim. Qolganlari bular masalan Pfizer, deganlarni qo'shmoqchidim. Bular jiq tushmagachga, joyi turg'achqa jiq qo'shamdim. Shu Walgreen'mi jiq tushmadi. Shunda o'simi qo'shib qo'ydim. Maydan do'lda 5% deb ko'rsatibdi, lekin amaliyotda ichga kirsangiz, 5 dog'inim 1.5% dek o'rilgan, keyin dog'inim oran ziyon tag'i. 5'deki $539 qaptım ha. 54 dolardan. Bana da 55 dolardan. $1 öskendekin qaytadan qo'shib qaptım ha. Qo'shib ağım ba, şunuğa qo'shamay yuribdim ha. Paychaklar sal jiqlab ketdi. Olmanish setvasam, shuning bilan 13 paychak qog'dak. Anjiq bo'lsa 15 paychaklar qilma, undan jiqmayman. Yana boshqa ko'rayotgan yaxshi paychaklar pekchiq, hammasini qalayim oson bo'lmaydi. Masalan, ma Corsair bir uyandinki, ananiki ma Unity uyandinki. Ikkini olib qo'ydim. Asli amaliyotda birillam oson bo'ldi. Ikkilisini yaxshi xabar bo'lg'achqa hozir olib qo'ydim. Corsairni balkim men hozir ko'zlayapman. $34, $50 chiqib qolsa, bir ikki xulosdan keyin balkim 20 yilgacha shu chog'larda setitaman. Andan keyin yana qanday jiq o'zgarish qilmayman deyman, shu $70,000 pulam bor yana. Buni balkim yana bir $40,000 xarjlashim kerak. Lekin bozor shu cho'ngroq tushib ketib qolgan vaqtida xarjlayman. Odatda bunday yaxshi vaqtlarda xarjlamayman. Agar yaxshi mustaq paychaklar uchrab qolsa, yo bo'lmasa bakray uchib ketgan paychaklar bo'lib qolsa, shularni olib qo'yishim mumkin. Balkim agar menimcha 5-oy, 6-oy, 7-oylarda shunda yaxshi o'rlab berdi bozorlar. 8-oy, 9-oylarda balkim cho'ng tushishi mumkin. Shu chog'larga plan qilib shu chog'larda xarjlashim mumkin. Boshqa cho'ng o'zgarish yo'q. Shularlam kelaqtim yana texnik
shu eToro'ningki ishlatish nimalarini kopiyalarni so'zlashib berishim mumkin. Amsa kelar sonda ko'rishaylik. Boshmal taxtni besishni unutib qolmang. Shu hisobotlarimdimi sizlar kopiya qilib foydalanib qo'yayotgan bo'lsanglar, o'zinglarga foydasi bo'layotgan bo'lsa, bir narsalarni o'rganayotgan bo'lsangiz, boshqalarga tavsiya qilib qo'ying. Abona bo'ling. Yani qo'ng'iroqni besib qo'ysangiz vaqtida ko'ra olasiz, o'tkazib yetib qolmaysiz. Bu xabarlarni o'tkazib yetib qolsangiz, siz shu paychak paychak o'ynayotganligingiz uchun ba'zan xabarlar nihoyatda muhim bo'lib qoldi. Shuning qo'ng'iroqni besib qo'ying. Rahmat, kelar sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.